qanaqa sen men dana tashlasam kalol ko'zi qatan kelib qoluvdi. Men yutaman, bir kun yutamanlar buni. Ada nima qilyapsiz? Yo'q, men o'zim qilaman bu ishlarni. Ha, ana kelinki bor-ku. Kelinki indama, men yutaman, bir kun yutaman. Oxirigacha boraman men. La bezak, Yig'ishtir shu o'yiningni o'ynama odamlar bilan. mana emas. Adajon o'zi boshladi. Sizning kelin hozir yoraman. Bo'ldimmi? Вот 2 туза и 2 погона. Shartni bajaring, Adajon. Nima qilishim kerak edi? Qanaqa qilib yutib tashyaptimi? Ada nima qilyapsiz? Kirlar yuvaman. Nima yuvyapsiz? Bilmasam nimaga men yuvaman. Ana o'ylachi. Yana yutqizdingizmi? Bo'lmasa sen o'zing o'yla. Ey, men o'ynamayman, ey. O'ylamiz shani kimdir himoya qilish kerak-ku. Hozir shuni kirlantirib qoling. Kelinsiz suzay. Dunyodagi eng chiroyli kelinga. Yana yutqizdingizmi, Ada? Chipta sharti bajarib oling. Dunyodagi eng pazanda kelinga. Marhamat. Mana yana dababkasiga sifat bombilari, ha? Va senga shirinlik mumkin emas-ku. Buni nima yeyishni bilar ekan? Mana sifatda zero yangi pechenniklari, bez sag'ir, shakarsiz. Tushunasanmi? Dietadagi odam bemalol yeyurar ekan. Mahallani boshidan chiqib olib keldim. Bolachalar ham, kattalar ham bemalol yesa bo'ladi. Tushundingmi? Sizlar odam bo'lmaysizlar, sizlar, короче. Bo'ldi, kelin sizga shartni bajardim. Adajon, может, не надо? Nada? Qayerda yuribsan, tvar? Ada yosh bola emasman-ku. Qachongacha bunaqa yuribsan, a? Yutibsiz-da nihoyat. Voy, yutganim yo'q, ichkilikni ko'tara olmas ekan-ku buni. Biz Qarshidamiz. Bu yerning odamlarining IQ darajasini bilib olamiz. Qanaqa deysizmi? Mantiqiy savollar beraman. Ular esa javob berishadi. Qani, ketdik. Davlat bilan mamlakatning farqi, davlat bu O'zbekiston davlatidagi mamlakat, o'zimiz tug'ilib o'sgan yurtimiz, o'zimizning mamlakatimiz. Davlatga har xil davlatlar misol qilsa bo'ladi. Amerika, misol London, Parij, hammasi davlat. Mani fikrim bo'yicha shunday. Davlatga harf kichikroq, mamlakatga uzunroq. Adashdingmi? O'g'il bola bilan qiz bolaning ham farqi bor, to'g'rimi? Davlat bilan mamlakatda ham farq bor-da. Nima? Davlat ham bir davlat, mamlakat ham bir davlat. Davlat nima deydi? Tizim, mamlakat, hudud, yer, maydon desa. Shunday bo'lsa kerak-da. Mamlakat shu yer, maydonni tushunsa kerakdir-da. Sifat, shirinliklar sehri. Yur, qani. Hech adam uchun sovchilikka boraman deb o'ylamadim. Ilohim amin. Ilohim. Xush kelibsizlar. Aytmoqchi, kuyov qani? Endi uyat bo'lsam aytaman, kuyov mana adamlar. Endi bizda bir qarg'a bor. Sizlarda qishda gullagan daraxt bor ekan. O'sha daraxtga shu qarg'ani qo'ndirsak deb keluvdik mana. Bu kuyov biror joyda ishlaydilarmi yo darmayetmi? Yo'q, pensiya olaman. Oldin zavodda ishlaganman. Pensiyasi bemalol bitta oilani tebratgani yetib ortadi. Qizimizni qog'ozga o'ralgan qattiq qilib asraganmiz. Ha, mana shu rahmatli Rashidga bermadik-da. Mana u rahmatli Qahhor bor-ku, o'shanga ham bermadik. Yo'q, bermadik. Endi urf odat deganda, ana kelinning qo'lidan choy ichish kerak ekanmi? Xush kelibsizlar. Ataylab ko'kcha damladim davlina uchun. Bu kelinimiz hayajonlanishini qarang, qaltiryapti. Hayajon emas, bu nervdan. Mana menda ham bo'lib turadi. Endi dadamning qaynotasi, xullas nima desam ekan. Endi mahrga gelikmasdir-a, nima beraylik? Davleni o'lchaydigan bor-ku. O'sha bilan shu dori-darmonini o'z vaqtida berib tursalar, bo'ldi. Yo'q, beriladi. Unda biz to'yga rozimiz endi. Endi kuyov meni sinovimdan o'tish kerak-da. Sinov? Qani kuyov bola, o'tinni bir yoringchi. O'tinga kulyapsanmi? Uzr aka. O'tini yorib yuboraman hozir. Xato qildingiz-ku. Muhimi shu yoshda bo'lsa ham qo'yibdilar-ku. Siz qochmoqsiz. Endi qochmaymi?
qachon yeysizamda varikozingiz bo'lgandan keyin. Bilasizmi laqabim nima? Testosteron. Ertaga yo to'y. Hozir kelaman, hozir. Ana qilib turing, jonim. Nima deysan menga? Kelin ko'nglini olish uchun asalga sifat shirinligidan muncha qizib og'ziga solib qo'yasiz. Unga yo'q. Menga aql o'rgatmagin. Yaxshi, botirib yeyman. Sifat yaxshi. Bo'l, yoshlarni tinch qo'y. Zirayni ochkiyim qani? Ber kerak.